Assalamu alaykum hürmetlik ata-analar. Ata-analar darsxanamızga hoş geldinglar. Tövende huzurunlarga sunmakçı bolğanımız Balalar Psixologi Alisa J. Solter'nin Anlıq Bovaq namlıq kitabıdaki məzmunlar buludu. Bu kitap hamile törelme vaqtdan başlap tug'ilib 2,5 yaşqıcı bolğan bovaqlarning ehtiyacını düşünüşdə qo'llanishchan yordamchi bo'lalaydi. Yeni tug'ilgan bovaqning nimalarga ehtiyoji bo'ladi? İnsanlarning intayin cho'ng bir mengisi bor. Bu mengining sig'ishi uchun nihoyatda cho'ng bir bosh so'ngki bo'lishi kerak albatta. Bu sababdan inson embriosi butunlay yetilib bo'lolmaydi tug'iladi. Agar tug'ilish uchun mengining yetilib bo'lishini saqlagan bo'lsa edi, bovaq tug'ut qanalidan o'talmagan bo'ladi. Bu xil ahvol ham ana hamda bovaqning o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yeni tug'ilgan bovaqlarning boshqa sut emguvchi hayvonlar bilan solishtirganda bakrak chorasiz ahvolda bo'lishi inson turining hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan bir jarayon hisoblanadi. Ba'zi paleontologiya olimlari homiylik jarayoni mengining tez sur'atda yetilgan tunji yildan keyin oxirlashdi deb qaramoqda. Bu qarashga qarata hisoblaydigan bo'lsak, inson turining homiylikdagi jami oy soni 9 oy bo'lmasdan balki 21 oy bo'ladi. Yeni tug'ilgan bovaqlar ham ko'rib, ham anglab ijtimoiy munosabat qurollig'i bilan illiqlik, qo'g'dilish va qo'rsiqni to'yg'izish jihatda butunlay boshqalarga bog'langan bo'ladi. Shuning uchun tug'utdan keyingi hayot tug'utdan avvalgi hayotning davomi deb qaralib, muomala qilinishi kerak. Qo'rsoqdagi vaqtdagiga o'xshash har qanday g'idiqlug'uchi omil yangi tug'ilgan bir buvaqning taraqqiyotiga hassa qo'sha oladi. Bu ehtiyojlarni tuvandagilarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Issiqlik badanda g'idiqlug'uch rol o'ynaydigan narsalar. Badanga besim, harakat, yurak so'qish ovozi, onaning ovozi va onaning badanidan oziqlanishni o'z ichiga olgan vaqtlar. Bu ehtiyojlardan chiqishning eng to'g'ri yo'li bovaqlarni quchoqqa elish va talab qilgan vaqtdagi emitishdir. Yana demoqchi bo'lganimiz bovaqlarning kindiklari kesilganda onalaridan ayrilgandek turg'ini bilan amaliyotda ayrilishga tayyor bo'lmaydi. Bu ehtiyojlardan chiqishi kerak odam faqat onalarla emasligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Buvaqning ona suti emishi uchun biologik onaga ehtiyoji bo'ladi. Ammo tan-tanga tegishib turish ehtiyoji uchun buvaqni yaxshi ko'radigan boshqa birisi bo'lsa-mu bo'laveradi. Yangi tug'ilgan buvaqlarning ehtiyoji issiqlik, tegishib turish, ya'ni tutish va quchoqqa elish, yumshoq harakatlar, bu ya'ni asta tavritishni ko'rsatadi. Yurak so'qish ovozi, ota-onaning siliq ovozlari, cho'nglarning javob berishi, yig'lashlariga darhol javob berilishi, qo'rsiq ochganda emitilishi, odatdan tashqari g'idiqlug'uchilardan yiroq turish. Tug'utdan keyin boqim bilan oramizdagi bog'ni qanday o'rnatalayman? Bog' qurish ota-onaning buvaqlariga oshiq bo'lishidir. Ham ona, ham ota buvaqlarga nihoyatda mustahkam bog'lanalaydi. Ona bilan buvaqning tug'utdan keyinla bir-biriga yaqin oraliqda tegishib turishi bog'lanish jarayonining muhim omillarining biri sifatida ko'p ta'kidlangan. Normal yo'l bilan tuqqan onalarning buvaqlarining ko'p qismi tug'utdan keyingi bir soatda nihoyat tamkin va o'yg'oq bo'lib, ko'zlari ochiq bo'ladi. Ba'zi tadqiqotlar tug'utdan keyingi bir soatlik vaqtning inson turining onasi bilan bog' qurishining muhim payt ekanligini ko'rsatmoqda. Bu ba'zi hayvon turlarining onalarida ko'riladigan nozik paytlar bilan o'xshab ketadi. İnsanlarda ona bilan buvaqning tug'utdan keyinla yaqin tegishib turishining ta'sirlarini tadqiq qilgan bir tadqiqotda buvaqlari bilan tug'utdan keyinla yaqin munosabat qurgan onalarning tug'utdan bir oy o'tgandan keyin tegishib turolmagan onalarga qaraganda buvaqlarini boshqa birisiga qo'yib qo'yishni bakrak xohlamaydiganligi ko'rsatilgan. Uningdan boshqa tug'utdan keyinla buvaqlari bilan yaqin tegishib turolmagan onalar fiziklik tekshirish jarayonida yig'ilgan buvaqlarini bazlash uchun bakrak kuch sarf qilgan. Buvaqlarning yuziga ko'proq qaragan va qo'rsiqni to'yg'izayotganda ko'p siylagan va buvaqlarini bakrak uzun emitgan onalarning bolalarining 5 yoshga kirganda aqliy koeffitsiyentining texmi yuqori bo'lganligi bayqalgan.
Bu tədqiqatni elib barğanlar bovaqның to'lğandan keyingi tunji minut va soatlarning inchiki paytlar ekanligini va buning onaning bovaqqa bog'lanishi uchun eng muvofiq vaqt ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Texmi təfsili tədqiqatlar başlanğıçdakı bu bağlanış üçün bovaqның kalpuklarının anaның köksüge tegib tegmegənligi ekanligining muhim nöqtə ekanligini ko'rsatgan. Taraqqiyot nuqtasidan qaraganda ana bilan bovaq orasidagi bu kuchlik bağ türümüzning davomi uchun keraklikdir. Quyruqluq va quyruqsiz maymundek ba'zi hayvonlarning bolalari onaning tuklariga esilib oladi. Ördek qatarlıq ba'zi hayvonlar analarga yoki tunç ko'rgan jonliqqa bog'lanadi va uningga agishib oladi. Bu iz qo'g'lash voqeasi deb ataladi. Bu hayvon turlarida onaning bolaga kuchlik bir sevgi bilan bog'lanishining bu turning davomlashishi uchun unchalik zaruriyati yo'qdir. Yana bir tarafdan inson bolalari intayin chorasiz ham onalariga eslab ololmaydi hamda ularga agishib ololmaydi. Tabiat onaning bovuqiga bog'lanishi yoki sevgisi orqali inson bolasining tashlanib qilishini to'sib turning davomlashishini ilgari suradi. Bu iz qo'g'lashga o'xshashib ketadi, lekin uning zididir. Chunki bu yerda bog'lanayotgan taraf ona. Bovaqlarning dadalarga bo'lgan ta'sirlari tadqiq qilingan bir tadqiqotda dadalarning ko'pincha eng boshdagi 3 kun ichida bovaqlarga bog'langanligi ko'rsatilgan. Bu xil tuyg'u dadaning davomli yangi tug'ilgan bovaqni o'ylashi, uni o'zining pushti deb bilishi va uning bilan vaqt o'tkazishi orqali ifodalanadi. Tug'utlarni kuzatgan tadqiqotchilar tug'ut jarayonida onaning yanida bo'lgan kishilarning mayli bovaq bilan tuqqandarchilik munosabati bo'lsin yoki bo'lmasin qatnashmagan kishilarga qaraganda bovaqqa bakrak bog'langanligini bayqagan. Şoňa dadaning tug'utga qatnashishi dada bilan bovaqning bog'lanishi uchun muhim bir omil deymiz. Dadalarmı analarga o'xshash tug'ut jarayonida bir kontrol hissini boshdan kechirib beqishni xohlaydi. Agar dada tug'ut jarayoniga qatnashmasa, nimish bo'layotganligini kontrol qila olmasa, o'zlarini chorasiz va gunohkor his qilib qilishi, hatto tug'utga nisbatan xato qarash va salbiy ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Bu ahvol ularning buvoqlari bilan bog' o'rnatishiga ta'sir ko'rsatadi. Tug'utdan keyingi kunlarda dada bilan buvoqning tanlarining tegishib turishining dadaning bog'lanish tuyg'ularini kuchlantirganiga munosabatlik dalillar bordir. Tug'utdan keyingi tunji 3 kun ichida kunda 2 qatim buvoqlarining kiyimini kiygizgan va kunda 1 soat buvoqlari bilan ko'zlari uchrashgan dadalarning bu ishlarni qilmagan dadalarga qaraganda buvoqlarga mehr bilan muomala qilganliklari isbotlangan. Bu sabab tufayli dadalarning buvoqlari bilan yaxshi bog'lanishi uchun tug'utga qatnashishi kerakligi va tug'utdan keyingi tunji soatlar va kunlarda buvoqlari bilan tegishib turishi kerakligi nihoyat kuchli tavsiya qilinmoqda. Bu orqali dadalarning buvoqlarini beqishni xohlash ehtimolligi yuqori ko'tarilmoqda. Buvoqimga qanday gap qilishim kerak? Buvoqlarning fizikalik ehtiyoj deb ataladigan tegishish va harakat ehtiyojlaridan sirt atrofidagi ovozlarni anglash orqali o'zini va dunyoni tunishga boshlaydi. Buvoqlar uchun ota-onasining xushxuy chiroylarini ko'rish va ularning mehrli gaplarini anglash boshda nima deyotganlarini tushunmagan taqdirdami foydali bo'ladi. Inson turi uchun eng muhim mahoratlardan biri ijtimoiy aloqadir. Buvoqlarning kishilik munosabat o'rnatish jihatdagi talantlari tug'ma bo'ladi. Ota-onalarga qarab tipirlashlari, har xil ovozlarni chiqarishlari va 6 haftadan 8 haftagacha bo'lgan vaqtlarida kulib turib aloqa qurishga tirishishlari buningga misol bo'la oladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, opalardan javobga erishmagan 3 oylik buvoqlar oz vaqt o'tgandan keyin nihoyat tashvishlanib ketgan. Buvoqlar gaplarimizga javob bera oladigan bo'lishdan xili burunla nima deyotganligimizni tushuna oladigan bo'ladi. Eng boshda yanala ovozingizning toni, yuqoriligi va ritmi ishlatilgan so'zlarga qaraganda muhim bo'ladi. Buvoqingizning o'rganishining eng yaxshi yo'li uning bilan qo'rsqo'ng ajmo muzikani anglayotsamsan yoki seni bek yaxshi ko'raman degandek oddiy ham to'g'ri jumlalarni ishlatib turib paranglashishingizdir. Uning bilan qanday paranglashishni faqat bilmasangiz, uningga nima qilayotganligingizni aytib bering.
zakka almashtirish, yuyundirish, kiyim kiygizish, emitish qatorliq kundalik turmush ish-harakatlari ijtimoiy aloqa uchun yaxshi fursatlar bo'lib hisoblanadi. Nima qildiganligingizni bovuqingizga so'zlab berish muhim bo'lib qolmasdan, yana texi bo'lig'i qilgan yardamingiz hisoblanadi. Agar zakka almashtirayotgan bo'lsak, zakka almashtirish vaqti keldi. Seni endi quchqimga olaman. Xo'sh, endi to'shib ketgan zakkamizni yeyishayli. Putongni tartib tura bolam. O, bolam, yonpishing quzirib qopti. To'xta, may surkab qo'yay. Endi xili rohatlanib qolgansan. Mana yangi zakkan keldi. Deganga o'xshash gaplarni qilib bergan vaqtimizda ham bu vaqtlarning til qobiliyatining o'sishiga yordam bo'ladi, ham moslashib berish iqtidorini o'stirgili bo'ladi. Bu o'qingizga naqsh aytib bersangizmi bo'ladi. Bu intayin muhim bir g'idiqlug'ich hisoblanadi. Siz o'zingizni yaxshi naqshchi deb qarmagan bilan bu vaqtlar naqsh anglashni bek yaxshi ko'rdi. Tekstni bilmasangizmi, melodiyasini anglashib bersangiz, ular to'liq xushal bo'ladi. Muzika bu o'qingizga sevgingizni izhor qilishning bir yo'li. Bu o'qingizni rohatlantiradi va uni hayron qoldiradigan odatdan tashqari ovozlardan qo'g'daydi. Uningdan boshqa muzikadagi maxfiy ritmlar bovoqlarning matematik o'rganish qobiliyatining ulini soladi. Bovoqingizga nima deyishingiz va qaysi naqshni aytib berishingizdan qat'iy nazar muhim bo'lgani sizning ovozingizni anglashi. Bu uning sezgi va zehn taraqqiyotini oshiradi. Bovoqimni erki o'gitib qo'yishdan qo'rqishimning hojati bormi? Ko'pincha oilalar bola erki bo'lib qoladi deb haddidan ziyoda ansiraydi. Amaliyotda bir bovoqning erki bo'lib qolishi mumkin emas. Ba'zi ota-onalar bovoqlarining mustaqil cho'ng bo'lishi uchun vaqtning bir qismini o'zi yolg'iz o'tkazishi va ancha bak voy deb ketolmasligi kerak deb qaraydi. Ota-onalar ko'p erkiltishning va quchoqqa ilishning bovoqlarning bu ishlarni texmi ko'p talab qilishiga sababchi bo'lishdan qo'rqidi. Amaliyotda butunlay aksi yuz berdi. Bovoqlar faqatla o'zining ehtiyoji bo'lganini talab qiladi. Ehtiyojlari qondirilsa, ko'ngli orom topadi. Onalar bilan bovoqlar orasidagi munosabatni tadqiq qilgan bir tadqiqotda dastlabki 3 oy ichida opalarining quchuqida uzun vaqt o'tkazgan bovoqlarning birinchi yilning oxiriga kelganda bekrak mustaqil bo'lganligi ko'rsatilgan. Quchoqda bo'lishni yaxshi ko'rsimi, quchoqdan tushganda jidal qilmagan va o'zi bilan o'zi o'ynay olgan. Dastlabda nihoyat qisqa vaqt quchoqqa ilingan bovoqlar bo'lsa, nima talab qildig'ini bilolmagan va quchoqda bo'lishni bek xalab ketmaydigandek ko'rinsimi, quchoqdan tushishga unamay turib olgan. Hatto o'zi bilan o'zi o'ynashdimi qiynalgan. Bu tadqiqotda nihoyat erki cho'ng bo'lib qolgan bovoqlarning amaliyotda quchoqqa qonmagan bovoqlar ekanligi isbotlangan. Bolalarning yig'ilishiga qarata javobimiz qanday bo'lishi kerak? Burun bola tarbiyalash mutaxassislari bolalarning erka va talabchi bo'lib qolishidan ansirganligi uchun ota-onalarni bovoqlarning har yig'isida yeniga bormaslik kerakligi to'g'risida ogohlantirib kelgan edi. Ko'pincha kishilar texnicha bovoqlarning diqqat qo'zg'ash uchun yig'isning borgan-sir ko'payishidan ansirab kelmoqda. Shundoq bo'lg'achqa yig'larning bir qismi anglamaganga selib olganda yig'ining vaqt o'tgan siri ozaydiganligiga ishonib kelmoqda. Darıltamlarda tələbi heç bir qandırılmagan bovoqlarning duch kelgini dal bu xil ahvoldir. Yig'lashdan butunlay voz kechadi, hatto tasvirligisiz passiblar holga kelib qoladi. Hamma jihati degudek yetilish kechikishi ko'rildi va boshqa kishilar bilanmi sog'lom munosabat o'rnatilmaydi. Hamma narsadan umidini uzgan holda bo'ladi. Tadqiqotchilar uyda cho'ng bo'lgan bovoqlarning ichida yig'lig'inida darhol javob berilgan, qo'liga ilinganlarning oz g'ingshiydigan va talabining bakrak oz bo'lganligini, lekin hargizmi passiv bo'lmaydiganligini isbotlab chiqqan. Bu bovoqlar kichik turibla ehtiyojim bu deb bildirishning boshqa yo'llarini topa olgan. Bovoq yig'lig'inida saqlatmay turib ehtiyojlarini qondirish bir qancha nuqtadan muhim deb qaraldi. Bovoqlar hayotining dastlabki yillarida o'zlari boshqalar va dunyo haqida yuzaki bir fikrga ega bo'lishga boshlaydi. Yig'lashlari anglamasga selingan bovoq dunyoning oldin ko'rolmaydiganligiga va boshqa odamlarning ehtiyojlarini hal qilib beradiganligiga ishonmaslikka boshlaydi. Boshqalarga ishonilmaydigan bir xil odam bo'lib yetishib chiqadi. Yana bir tarafdan beshiga keldiganlarni mo'ljallay oladigan kuchining yo'qligiga ishonadigan va o'zini kuchsiz ham bechora ham qimmatsiz, suyulishga munosib emas va muhim emas deb ko'radigan bir odam bo'lib qoladi.
Agar har yig'ilganida birisi kelib qo'liga olsa, ham ishonch tuyg'usi, ham o'ziga bo'lgan hurmat tuyg'usi oshidi, ham o'zini kuchli his qilishga boshlaydi. Bu vaqtlarda tumor tutish degan uqum shakllanmagan bo'ladi. Ota-onalarni boshqarish uchunmi yig'lamaydi, faqatla ba'zi ehtiyojlarning borligini va yig'lagan vaqtida birisining kelib kelmaganligini bilalaydi. Bu vaqtlar yig'lashlarga javob ololmagan vaqtda boshqalarning bundoq qilishda bir sabab bordir degandek o'y fikrlarda bo'lib mulohiza yurgizalishi mumkin emas. Masalan, opam meni rostla bak yaxshi ko'rdi, ammo bugun sal charchab qolgan o'xshaydi deb o'ylay olmaydi. Qilalaydig'ini ahvolni o'z chiqish nuqtasidan turib tushunish va o'zi bilan munosabatlik natija chiqarish. Men muhim emas, hech kuchim yo'q, hech kim meni yaxshi ko'rmaydi va hokazolar. Bu vaqtlarning yig'lashlarga cho'qim javob berishimiz, ammo ularning ehtiyoji bo'lmagan vaqtlarda o'zligimizdan yordamga yugurib ashurmatmasligimiz kerak. Bu vaqtimning kechicha uyg'onmay uxlash uchun nimalarni qilishim kerak? Bu vaqtlarning kechida ko'p uyg'onishi nurg'un ota-onalarning bosh og'rig'idir. Bu vaqtlar asosan 2 yoshga kirib oshguncha kechida uyg'onishni davomlashtirdi. Bir tadqiqotda 12 oylik bu vaqtlarning 35% kechida eng oz bir qatim uyg'onganligi ko'rsatilgan. Bu vaqtlarning dastlabki bir necha oy ichida kechada bir qancha qatim qo'rsiq ichib uyg'onishlari normaldir. Ikki oziqlanish oralig'ida uzun vaqt saqlay olmaydi. Bu vaqtlarning ba'zilari kechada oziqlanish talab qilsa-mu, asosan 6-oydan boshlab sog'lom bir bu vaqt kechicha uyg'onmay uxlay olish kerak. Bu o'qingiz 6 oylikdan cho'ng turib, yana kechada bir qatimdan ko'p uyg'onsa, buning sababining ochliq bo'lishi ancha mumkin emas. Kasallik, og'riq, qo'rqinchli bir shovqin yoki faqat yaqinlik ehtiyoji sababidan uyg'ongan bo'lishi mumkin. Cho'ngroq bu vaqtlarning kechada uyg'onishning sababi asosan yig'ilib qolgan besimlarni yig'lab turib chiqarib etish bo'ladi. Balki bu o'qingiz mayli kunduzi bo'lsin yoki kechasi bo'lsin yig'lash uchun muvofiq vaqt topolmayotgandir. Bu vaqtlar yig'lash ehtiyojlarini takrorlagan ish-harakatlar orqali bostirishni o'rganib olaydi. Masalan, rohatlash uchun emish, barmoq emish qatorliqlar kontrol qilipi deb atalib kelayotgan takrorlangan ish-harakatlar hisoblanadi. Kunda bovuqingizni bezlash yoki uxlatish uchun davomli qilayotgan ishlaringiz kontrol qilipi holatiga aylanib qolgan bo'lsa, bovuqingiz yetgudek yig'lay olmayotgan bo'lishi mumkin. Yig'ilib qolgan bu besimlar tufayli bovuqingiz kechicha uyg'onib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bovuqingiz tavritilish yoki emishga o'xshash kontrol qiliplariga ko'nib qolgan bo'lsa, ya'ni kontrol qiliplarini ishlatganda sizning badaningizdan foydalansa, kechada ko'p uyg'onib yig'lishi turg'anli gap. Bu o'qingizning kontrol qiliplari sizning bo'lishingizni talab qilsa, kechicha his tuyg'ularidagi har davolg'ushda bu kontrol qiliplarini ishlatish uchun sizga ehtiyojli bo'ladi. Bu haqqi bo'lgan kechada sizga yaqin bo'lish ehtiyojidan farqli bir ehtiyojdir. Ota-onaning badanidan ayrim kontrol qilib ishlatadigan, masalan, soska yoki barmoq emadigan, adyollarni yoki yumshoq hayvonlarni quchoqlaydigan bu vaqtlarning kechida ota-onasini chaqirish ehtimolligi tuban bo'ladi. Bu vaqtlarmi kechalar ko'p uyg'onishi mumkin, lekin odatda ayrim hujralarda o'zi yolg'iz uxlaydigan bo'lg'achqa, ota-onasining bu ahvoldan xabari yo'q bo'lishi mumkin. Bu vaqtlar yaxshi ko'radigan narsani emidi yoki bu narsani chin quchoqlab uyqusini davomlashtirdi. Bu jihatdan qaraganimizda, bu o'qingizning kechalarda uyg'onolmaslik ehtiyoji bo'lganchilik yig'lig'ining ifodasi bo'lmasdan, balki yig'izni bostirish uchun kechalari yerida bo'lgan bir kontrol qilipini ishlatayotganligining ifodasi bo'lishi mumkin. Ona suti bilan oziqlanadigan 6 oylikdan cho'ng bu vaqtlarning kechada ko'p uyg'onishi ko'p ko'rildi. Tadqiqotchilar 2-yilda ona suti emadigan bu vaqtlarning ona sutidan ayrilgan o'xshash yoshdagi bu vaqtlarga qaraganda kechada ko'p uyg'onganligini ko'rsatgan. Kechalari qopadigan bu vaqtlarning aslida bunchalik ko'p ona suti emishga ehtiyoj yo'q bo'lsa-mu, lekin bir necha soatda bir emguz kelgandek ko'rindi. Bu vaqtlar uchun ona suti emish o'z his tuyg'ularini bostirishda ishlatadigan bir kontrol qilib holatiga kelib bo'lgan bo'ladi. Bir necha yil emitish bu o'qingizning oziqlanish va jismoniy yaqinlik ehtiyojini qondirish uchun to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Lekin buni kechada cho'qim ko'p emitish kerak deb tushunib olishga bo'lmaydi. Bu sababdan agar uyqusizlik tortayotgan bo'lsangiz, bu o'qingizni emitish bilan birga bu o'qingiz bilan bakrak uni tingshashga moyil bir munosabat o'rnatishingiz kerak.
Boğuğunuzni rahatlatish uchun emitishni tashlab, qo'rsqi ochganligi va usig'anligi uchun emitsangiz, ikkinglar texim yaxshi uxlay olishinglar mumkin. Ammo buning uchun oldi bilan intayin uzun suradigan yig'larga hozir bo'ling. Qilishingiz kerak bo'lgan tunji ish bovuqingizni uxlatish uchun uxlash vaqtida emitish yoki tavritishdek kontrol qiliblarini ishlatishdan voz kechish bo'lishi kerak. Buning o'rniga bovuqingizning diqqatini bo'lmay turib, uni quchoqingizga eling va ehtiyoji bor bo'lsa, yig'lab olishga ruxsat qiling. Bir onaning beshidan kechirganlari. O'g'limning 3 oylik bo'lgandan keyin kechada oziqlanishga ehtiyoji bo'lmasligi va kechacha uyg'onmay uxlashga boshlaganligi meni bakrak xushal qilgan edi. Lekin bu xushalliqim uzun davomlashmadi. Chunki o'g'lim 6 oylik bo'lgandan keyin har kecha 2 qatimdan 6 qatimgacha uyg'onishga boshladi. O'g'lim 6 oylik chig'ida uni oson ham o'zimni upuratmagan asosda uxlatish uchun yetish vaqtida emitib uxlatishga boshlaganim esimda. Yetish vaqtida emitish bilan kechalar uyg'onishlar orasidagi munosabatni faqat tushunolmaydim. Shundoq qilib har kecha uyg'onib olishga boshladi. Har qatim uxlag'uchi imitatdim. Beshini ko'ksimga tirab quchoqlaydim yoki yig'layotgan bo'lsa butun diqqatimni unga berishga tirishatdim. Kechada nima uchun qopayotganligini faqat tushunmaydim. 23 oylik bo'lguncha yetish vaqtidagi emitishimning uxlashdan avvalgi yig'ilishini to'sib qo'yganligini his qila olmadim. Bir kuni kechasi uxlash vaqtida uni emitmayla quchoqimga oldim. Ozroq yig'ladi, ammo kechada xili yaxshi uxladi. Bir necha kun ichida uxlashdan burun quchoqimda yig'lashga va kechada uyg'onmay uxlashga boshladi. 2 yilning yanqi uyquga qinib qopishning rohatini tunji qatim his qilayotgandek bo'ldim. Bu ishdan keyin uxlashidan burun uni hargiz emitmaydigan bo'ldim. 2,5 yoshga kirib o'zi emishdan voz kechguncha kunduzlari emishni davomlashtirdi. Botulkami kontrol qilib bo'lib qolishi mumkin. Botulka bilan oziqlanadigan ba'zi bovoqlar kechada sut ichish yeshidan o'tib ketgan bo'lsa-mu, kechada uyg'onib botulka talab qiladi. Bu xil ahvolning chorasimi ona sut yemadigan va kechalar ko'p uyg'onadigan bovoqlarga yurgizilgan metod bilan o'xshash. Ya'ni yotadigan vaqtida va kechada uyg'onishlarda botulkada sut bermang. Yig'lag'usi bor bo'lsa, uni quchoqingizga eling, uningga butun mehringizni bering va yig'lashiga ruxsat qiling. Bu usulni ishlatib turib, 6 oylikdan cho'ng bovuqingiz yana kechalar ko'p uyg'onayotgan bo'lsa va siz buning sababini mammam yoki botulka emish deb o'ylasangiz, kechalar uyg'ongan vaqtida mammam yoki botulkaning o'rniga suygi bilan to'lgan qo'llaringizni eching va bir stakan sut, meva suyi yoki bo'lmasa suv uzating. Bu xil usul orqali yig'lash sababining ochliq, ussizlik yoki yaqinlik ehtiyoji ekanligini yoki emasligini jazmlashtira olasiz. İchimlikni ichib uyqusini davomlashtirsa, qo'rsqining ajaki ussigan ekanligini bilalaysiz. Agar ichishni rad qilib yig'lasa yoki teriksa, yig'ilib qolgan besimlarni bo'shatqusi borligini, mijozi yo'q yoki bir yeri og'riyotgan bo'lmasa bilalaysiz. Bir kun ichida bovuqingizning diqqatini burab yig'ilishini to'sish uchun bilib-bilmay ishlatib qo'yayotgan bir qism usullaringizning bor yo'qligini tekshirib baxsangiz bo'ladi. Balki g'ingshig'inida yig'lash orqali chiqirib bor bir besimi borligini bilmay uni pasaytish uchun diqqatini boshqa narsalarga burayotgansiz. Bovuqingizning kunduzlari qo'llaringizda xohlagancha yig'lab olishiga ruxsat qilsangiz, kechalari yig'lash ehtiyoji azayadi. Bovuqingizning hayotidagi besimlarni, g'idoqlovchilarni azaytishni o'ylashib baxsangiz bo'ladi. Uy muhitida bek ko'p g'idoqlovchi bormi? Bovuqingizning jimjit va rohat bir hayoti bo'lsa, texim yaxshi uxlashi mumkin. Yuqorqi usullarni sinishingizga qaramay, bovuqingiz yanada kechalar ko'p uyg'onayotgan bo'lsa, kechadagi tunji uyg'onishda yig'lashga da'vat qilib baxsangiz bo'ladi. Bu uyg'onishida qo'llaringizda qong'udek yig'lab olsa, qolgan vaqtda uyg'onmay uxlaydi. Bu usul orqali natijaga erishishingiz bir qancha kechangizni elishi mumkin.